Fyodor Dostoyevskiy. Kambag'allar. Dostoyevskiyning inson ruhiyatini yorituvchi salmoqli asarlari bilan jahon adiblari ro'yxatidan o'rin olgan. Uning umuminsoniy qadriyatlarini tarannum etuvchi barcha asarlari allaqachon haqiqiy kitobxonlar javoniga terib bo'lingan. Dostoyevskiy ma'lum bir millat hayotini, turmush tarzini yoritar ekan, zamirida barcha xalqlarga birday xos bo'lgan ma'naviy xususiyatlarni, mehr, muhabbat, sadoqat, elparvarlik, mehnatsevarlikni yuksaklarga ko'taradi. Mashhur adibning Kambag'allar romani ham shunday tuyg'u va hislatlarni ulug'lovchi asarlardan biridir. Keng kitob ommaga mo'ljallangan. Biz sizlarga Zaribdor tuman axborot kutubxona markazi tomonidan jahon adabiyoti durdonalaridan Fyodor Dostoyevskiyning Kambag'allar kitobini o'qib tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz.